Bolalarimiz agar kimdadir o't qopida tosh paydo bo'lgan bo'lsa, ular biodobavkalarni ehtiyotkorlik bilan ichishlari zarur. Buning uchun o'sha bemor gepatologga borib, o'sha o't qopini tekshirtirib, o'ziga tushib, toshni razmerlarini ko'rish kerak. Agar tosh razmerlari katta bo'ladigan bo'lsa, unda xirurg bilan maslahatlashib, ko'pincha bu holatda operatsiya qilinadi. Lekin organizmdagi o'sha o't qopidagi toshlari mayda bo'ladigan bo'lsa, ularga bizning biodobavkalarimiz bilan qisman yordam berishimiz mumkin bo'ladi. Biz bilamizki, modda almashinuvi va noto'g'ri ovqatlanish jarayonida o't qopida mana shu toshlar paydo bo'ladi. Lekin biz organizmimizni tozalab yursak, bu narsalardan xalos bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Ersak kompaniyasidan boshlanishiga biz mana shu zaytunni berishimiz mumkin. Bu zaytunni 5 tomchidan faqat boshlab beriladi. Ko'p miqdorda suv ichib 10-15 kun ichida bu 5 tomchini o'zini og'irligiga qarab yetkazib boriladi. Masalan, har 10 kiloga 3 tomchi, agar 70 kilo bo'ladigan bo'lsa 21 tomchi ichish mumkin, lekin unga ham sekinlik bilan ichish kerak. Undan tashqari bularni ichish 10-15 kundan keyin mana shu mahsulotlardan birontasini tanlab faqat bir mahaliga ko'p miqdorda suv bilan ichib borish mumkin bo'ladi. Ya'ni spirulina, gripreshi, jiddiy propolis, protek, protiz 60, kurkumin. Bulardan ham faqat bir donasidan olib ichishingiz mumkin, chunki qo'zg'alish bo'lish jarayonida toshlar juda ham tez qo'zg'alib qoladi. Shuning uchun faqat mayda toshlargagina biz mana shularni tavsiya qilib boramiz. Agar pochkada tosh bo'ladigan bo'lsa, biz bunga qora sedanani ham bersak bo'ladi. Agar pochkada bo'lsa, biz ularga qora sedana yog'idan berishimiz mumkin va L-arginin degan mahsulotimizni berishimiz mumkin. Bu ham juda ham kichkina holatlarda, kichkinagina toshchalar holatida beriladi, kattada berilmaydi. Buni ham bitta kapsuladan ichib borish boshida tavsiya qilinadi. Shuning uchun aziz hamkorlarimiz, agar siz organizmingizda doim mana shu tozalovchi mahsulotlarimizga o'zi mana shu jiddiy propolis, spirulina, zaytun, gripreshilar kiradi va mana shularni ichish jarayonida sizda mayda-mayda qumlardan tozalanib yurish ehtimoli ham ko'p bo'ladi. Hammaga sog'lik tilab qolamiz. Siz uchun Gulmira Yormatova.